Okajon, mana shu instrumentni nomi nimaligini yoki nimaga ishlatilishini topsangiz 50 ming so'm beraman, okajon. Shu anaqa yo'q. Mana shu narsani yig'azib, nimadir dumaloq teshib beradi. Unaqa emasmi? Nomi yoki? Ha, mana qara mahsulotlarni siz masalan nimaga qanaqa nima bo'lsa, sen bu specialistlar. Yo, bu Bormi aka variant? Ikkita variant bor. Temperaturani so'ra. Nima ishlatadi buni? Nima narsa bu? Bilasizmi? Hozir shunaqa qiziq vaziyat bo'lyapti, hozir mana onlayn ham mana so'rashyapti. Yo'q, drill emas. Mana bu yerda qanaqadir relbali joyi bor edi. Mana shu boshqacha narsa. Stropkada, hozir qolganmi? Yo'q, unaqa emas. Temir kesadi, istalmayman. Bo'lyapti. Jongir aka, mana shu instrument nimaga ishlatilishini yoki nomi nimaligini toping 50 ming beraman, aka. Mana xohlasangiz qo'lingizga olib ko'ring. Nima deysiz? Nima vibrator? Yaqinlashuv. Okey, yaqinlashuv, vibrator, nima vibrator, aka? 50 ming so'm mana. Aldoq yo'qmi, aldoq? Qayerdan keldinglar? Qozog'istondan. Hech kim topa olmadi, lekin buni toptirgan gap yo'q. 50 ming? 50 ming bersak, undan to'g'risini aytib qo'ysanglar bo'lmaydimi? Yo'q, aka, lekin. Mana bor. To'g'ri qo'ya qoling. Aka, mana shu instrumentning nomini yoki nimaga ishlatilishini topsangiz 50 ming so'm beraman, aka. Ammo arranichi bo'lsa kerak. Yetgancha yetmayman deyaptilar. Bundan inflyatsiyasi. Ey, Xudoga shukr. O'zimizning chorsiz Asalchi akamizni topdilar mana. Rost akasim 50 ming, aka. Alsak bo'lmaydi. Aldo yo'qmi, ayting, aldo yo'qmi? Joningiz sog' bo'lsin, aka. Ha? Iminda shunaqa narsa bo'lmaydi, aka. Agarda ushbu instrumentning nomini sizlar topgan bo'lsanglar, kommentariyaga yozib qoldiringlar.